Assalomu alaykum mehribon onajonlarim. Ko'p holatlarda onajonlarimiz farzandini yeyotgan ovqatiga, ratsioniga juda ham yaxshi e'tibor berishadi, kiyayotgan kiyimiga e'tibor berishadi, lekin terisiga ishlatadigan kosmetik vositalarga uncha e'tibor berishmaydi. Farzandlaringiz uchun ishlatayotgan kosmetik vositalarning 90%da hayvon yog'i borligini bilarmidinglar? Byubki mahsulotlari allergiya alomatlarini yuzaga chiqish xavfini kamaytiruvchi mahsulotlardir. Byubkin qadoqlari hech qanday mikroplastik va 100% qayta ishlangan plastiklardan tayyorlangan. Byubkin tarkibida faqat o'simlik yog'lari bor. Hech qanday hayvon yog'lari ishlatilmagan. Byubkin tarkibi bo'yoqlarsiz, konservantlarsiz, silikonsiz, tabiiy vegan mahsulotlaridir. Byubkin mahsulotlari bola terisiga mutlaqo zararsiz deb dermatologlar tomonidan tasdiqlangan. Men Nazokat Mirsobitovni Germaniyaning xalqaro brendi Byubkin kompaniyasini O'zbekistondagi yagona ambasadoriman.